O'zbekistondagi eng birinchi parazitologiya qariyb 30 yillik tajribaga ega. Faqat tabiiy giyohlar bilan davolanadigan klinika. Mana videoni bitta ko'ringlar-da, qolganini videodan keyin tushuntiraman. Assalomu alaykum. Nima bo'lyapti bu yerda? Voy. Gulnora Sabitjon, necha yosh boladan tushdi bu? 3,5 yosh bola. Bu tirikmi? Tirik ekaniga qarab kelishdi. Onalar gigienaga rioya qilinglar. Yana bitta ko'tarinchi 5 sm. Chetga qo'yingchi. Yosh boladan tushgan askariyda. Videoni ko'rdinglarmi? Endi bolamda gijja bor. Gijjani qanday qilib tushirsam bo'ladi? Yo bo'lmasa bolam umuman semirmaydi. Gijja bolamni sog'lig'iga ziyon yetkazayapti degan problemalar sizda ham, menda ham bo'lmaydi. Yosh bolasi bor onajonlar, nafaqat yosh bolasi, kattalarda ham gijja bo'ladi. Bemalol mana shu klinikaga borib shifo topsanglar bo'ladi qizlarjonlar. Ko'rdinglarmi qizlar, gijjalarni qanaqa qilib sug'urib olishlarini men hayron qoldim. Ilohim bizga bunaqa narsalar bo'lmasin, lekin agar gijja muammosi bilan nima deydi? Qiynaladiganlar mana shu klinikaga borsanglar, qizlarjonlar, bittaga dardinglarga shifo toparkansizlar. Ha, qizlarjonlar, bitta narsani aytish esimdan chiqibdi. Shundoq kanal rivoji uchun mana shu klinika bilan videoni ulab qo'yganman. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Iltimos, sizlardan nima ketdi?